Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga, Moskvadan Toshkentga chiqib ketib turgan bu tarafda avtobusimiz turibdi. Bu tarafdan Moskvadan Samarqandga chiqib ketib turgan avtobusimiz pasadga bo'lyapti. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga shunaqa komfort deluxe avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Yo'lovchilarimiz avtobus yurish vaqtini kutib turishibdi. Transportlarimizning holatlari ideal darajada. Toshkentga chiqib turgan avtobusimizga ham odam olyapmiz. Joylarimiz bor. Bir kunda ikkitadan reyslarimiz amalga oshirilyapti. Har bir yo'lovchiga bittadan bagaj bepul, dokumentida kamchiliklar borlarga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Transportimiz ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bor. Pokiza salon avtobuslar. Sidenalarning holatlari ko'rib turganlaringizda mana ma'lum miqdorda yotadi, yotqizdirib ketish mumkin. Bu yerda birinchi sidenani tagida alohida zaryad qo'yadigan joylari bor, rusholar qo'yilgan joylar. Bularda har bir yo'lovchi uchun sidenalar orqasida zaryadliklar bor. Oldi orqada alohida monitor. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan reyslar haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib joylab boramiz. Bizni kuzatib boringlar.